There is a gavel here, so I thought I might as well use it. Good morning, everybody. We're going to make a prompt start because we have a lot to get through in the time that we have together. My name is Luke de Pulford. I'm the CEO of Arise, which is I am Executive Director of the Interparliamentary Alliance on China, IPAC. IPAC is a network of about 300 politicians from 30 countries working to reform the approach of democracies towards China. It's a great privilege to moderate this all-star panel with you this morning, and a privilege to be among friends. Looking around this room, I see many people who have given so much of their lives to this cause, even when it meant very significant sacrifices, personal and professional. And nobody more so than survivors here who we've just heard from. Your role in this movement requires you to relive your trauma again and again in order to wake up the world to the suffering in the Uyghur region. We appreciate you and we thank you very much indeed for what you've just done. Right, we have 75 minutes together and I hope that we can use that time fruitfully. I'm delighted to be joined by a group of friends who are renowned in different spheres for making things happen. This is a group of people who understand that the human rights crisis facing Uyghurs and other minorities is too acute and too urgent for talk without action. We cannot afford to create an echo chamber of concerned people. So this panel is going to be as concrete as we can make it. I hope by the end, we will have heard a realistic assessment of where we are at the moment. I hope we'll have an understanding of what this movement does well, together with the challenges ahead. And perhaps this is a place where the seeds for some ideas, some future activity will be planted. Our panelists will each present to you for a timed 5 minutes, and we will then use the rest of our time together in discussion. Before inviting our first panelist, I just want to add a very brief observation from my point of view, from my perspective as somebody who works to coordinate parliamentary action on this issue through IPAC. There is no easy way of saying this. It's getting harder. With the exception of some countries, attention on this crisis is waning. There is a belief among some governments that the worst aspects of repression in the Uyghur region has stopped. There aren't as many research reports to help drive parliamentary activity as there once was. And, as ever, both the press and politicians always want something new. This means that we have to be very judicious about how we use the political will that still remains. But don't be disheartened, there can and will be further movement. But this campaign is entering a different stage. We are beyond awareness raising. We're now deep into parliamentary trench warfare to try to nudge policy in the right direction. So in this endeavour, personally, I appeal to you all on behalf of IPAC and its many allies within and outside the network. We are going to need your help. So, to our first speaker, we are very privileged to have Ambassador Kelly E. Curry with us today. She's Adjunct Senior Fellow at the Centre for New American Security, Senior Advisor at the Crack Institute for Tech Diplomacy and Purdue University. She is the former US Ambassador at Large for Global Women's Issues and the former US Representative at the UN Commission on the Status of Women. Kelly, the floor is yours. Thank you for being with us. Thank you so much, Luke, and thank you
to the World Uyghur Congress and the other sponsors of this incredible forum for including me in it and for giving me an opportunity to speak with you today. I think that I would like to talk a little bit about to follow up with what Luke said by focusing on not just the individual parliaments, and I think that others can do that, and I know that our friends on this panel are very well positioned to have that conversation, but to look at the UN system where I've worked the past few years and have seen tremendous progress from a very low base, and Bill will remember us trying to give him a badge and not being able to get him a badge to enter the UN, and to go from that to where we are now, and even with the disappointments of the past month and the past few weeks, I think, you know, I tend to be a very impatient person, but the UN moves slowly when it moves at all. And so I have seen that progress. And so, you know, I think we can agree that, and we were talking about this in the previous session, that there is some bad news about the Human Rights Council failing to pass the very simple resolution to have a discussion on the report. And it is depressing to see the organization at the United Nations, which was founded to end genocide out of the ashes of World War II, and continues to fail in its fundamental responsibility to prevent and address accountability for genocides across the board. And then to see the Human Rights Council, which was created to address human rights crises, consistently fail to do anything about China's abuses. And so it is difficult, and China has made great strides in their efforts to undermine the normative framework around human rights and to really attack that normative framework that the UN human rights system is based on. But what has happened also in the past few months since August 30th gives me some hope that there are things that we can do. And so I want to talk about some of those things. So I think it is depressing and kind of horrifying that we see Muslim democracies such as the Gambia, Malaysia, abstaining on the resolution, and even worse, Indonesia, Senegal voting against that resolution. It's really, really horrific. But I think that the good news is that despite this failure, this resolution was a big step forward for countries that had not put forward a resolution on China's human rights abuses since 2005. And so the Chinese have been very successful in blocking Xitoy hukumati 10 yoki 20 yildan buyon Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi o'zga ziyonli qarorlarni muvaffaqiyatli holda cheklab keldi. Bu mushu qarorni o'rtaga qo'yishning o'zimi mushu sizlarning qilib kelayotgan xizmatinglarninki bir natijasi. O'xshamagan davlatlardagi xalqni qo'zg'ash harakatlaridan kelib chiqqan bir natija deb qarashga bo'ladi. Endi keyin qadamda nima qilish kerakligini hammamiz yaxshi bilishimiz kerak. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi dokladning e'lon qilinishining o'zida shu tirishchanliklarning bir natija ko'rsatganligini ko'rsatib berdi. Chunki biz bilganimizdek Xitoy hukumati bunga butun kuchi bilan qarshi turib kelgan. Endi Xitoyning ta'siri tufaylidan haqiqatan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti asta harakat qilib keldi deb qaraymiz. Kishilik huquq komissiyonining e'lon qilgan doklati shu harakatlarning boshlanishi deb qarashga bo'ladi.
Mening demoqchi bo'lganim mag'lub bo'lish orqali g'alaba qilish bu bir strategiya. Bu balkim tushuniksiz bilinishi mumkin, ya'ni lekin bu burunmi bo'lgan. Xitoyga to'latkizishning o'zimi muhim bir masala. Xitoyni cho'qim so'roqqa keltirish mushu tirishchanlik, ya'ni demokratiya davlatlardagi tirishchanlik natijasida asta-asta bo'lishi mumkin. Davlatlarni ya'ni o'zlari qilishni xohlamaydigan, ya'ni Xitoyga qarshi qarorlarga qo'shilgan shunaqa harakatlarni qilishga zo'rlayolmaydigan bir ahvoldan chiqishiga tirishchilik ko'rsatish kerak. Bir muhim bir ish masalan bir ishlar masalan qilishga tegishli ishlar to'xtamasligi, ya'ni masalan januarda qilingan bo'lsa bu vaqtda undan keyin New Yorkda davomlashtirish. Masalan bir misolni ilib o'tsak, Dünya Emgak Tashkiloti u boshqa dunyo Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga o'xshamaydi. Ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida kichik davlatlarni Xitoy besim ishlatib yoki setilish orqali o'zining nimasiga, o'zining tarbiyaga tortganligi bilan bu Dünya Emgak Tashkilotida ularda emgak guruhlari bo'lib, bular boshqa davlatlarning bo'lib Xitoyning ta'siriga uchirmagan holda harakatlarni ilib boralaydi. Shunga Dünya Emgak Tashkiloti, Dünya Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ichidagi Xitoyga besim ishlata yoki iqtisodiy jazo yurgiza oladigan bir tashkilotdir. Rahmat. Keyingi so'zlaguvchi xalqaroliq diniy erkinlik komitetininki mudiri Nuriy Turkal so'zlaydi. Nuriy Turkal hozirga qadar Uyg'urninki haqlari uchun kurash qilib keldi. Burungi Uyg'ur Amerika birlashmasining raisi bo'lgan Nuriy Turkal efendim. Assalomu alaykum hammalarga. Men ko'pincha ular bilan burun birlashib ishlab boqqan, hamkorlashyapmiz.
aldı bilen men şu lager şahitler özümdenki rahmetimni bildirmen sizlerningki batırlıqlarga şu özümdenki başta keçigen sizlarni bizge geldiğiniz için köp rahmetim. Eğer bu erkek kırgınçılık hakkındaki çıkarılan karar mı şu yenimdeki Kelly Hanım bulmagan bolsa hazır bugünkü halatki kelmeydi. Men bu Kelly Hanım bilen davamlıq alaqalışıp turman. Bu ayal bizningki şu görüşümüz üçün yol açqan birisi. Bugün meyli bugünkü Amerika hükümeti olsun, meyli kelgüsündeki Amerika hükümeti olsun, şu bizdeki hazır qilmimizga davamlıq yol açıp durdu. Görüşümüzdeki davamlıq nemi qiladi, yol açıp bizga yordam qilib turdi. Amerikada şu emgek kanunu icra kılınıp, hazır nurgun şirketler cezaga uçurdu hem davamlıq bu tizimdeki yeni şirketler qoşulup kelatıdı. Xitay bilen bolgan şu ticari nimelermi bolgan sırrı ta'sirga uçurayotydy. Kanun icra kılıştan burun bu bugünkideki cezanı yürgüzüş mümkün emasdi. Yoki bo'lmasa uni qilishni aytasi bo'lgan bo'ladi. Bizningki şu Xitoylar bilan bo'lgan raqobatda bo'lib şu yeşil texnik sohasidagi raqobatda bizningki keyinda turayotganligimiz bu bir xato hukm. Bu Xitoyninki hozirgi energiya kirsisi va boshqa texnikalik jihatga kelganda biz bunga aytib obdan diqqat qilishimiz kerak. 2012 yılında bir Xi Jinping hükümeti ve iki neslinden ait enik karar çıkardı. Birisi sırttan kelgan erkinlik münasebetlik neslining hammasini qarshi turish. Yeni birisi bo'lsa taraqqiyot, ya'ni iqtisodiy jihatdagi taraqqiyot. Bu ikki jihatdan Xitoyning ayta qarshilik qilyotadi. Buning ikkilisida yana shu Uyg'ur temasini topqili bo'ladi. Agar uning dokladlariga qaraydigan bo'lsak, 9-numurli hujjatdan tortib, uning 9-numurli hujjati Wikipediyada oshkorlandi. Onunki 20. qadimliq qurultayda so'zlagan so'zidimi şu chet elninki şu Xitoydagi ta'sirini tozalash aniq aytilgan. Men nima ish qilib deyman, chunki sizlar bilan buni cho'qim tushunishlar kerak. iqtisodiy jihatdan vaqtida biz muvaffaqiyatli bo'lishimiz mumkin. Texnika ve materyallarni ta'minlash liniyasida biz nurg'un davlatlarning imkoniyatiga muhtoj bo'libmi Yevropada. Men
Germaniyaningki bosh ministrninki degan so'zni qilgan so'zidan xush bo'ldim. U davomli mush Germaniyaningki bo'libmi iqtisodiy jihatdan Xitoyga bo'lgan beqindichiligini oziltishni o'tirib qo'ydi. Agar siz navbatdagi sonliq millatga qaraydigan bo'lsangiz, Amerikaningki sonliq ma'lumotni ko'rganda, bizning shu Amerikaga kirayotgan ko'pincha Amerikaga shu bizning Shinjongdan chiqayotgan mahsulotlarni ko'plab kiryotidi. Ama nurg'un shirkatlarga qarata Magnitsky qonuni bo'yicha jazo yurgizildi. Bu davomli elib berilyotidi. Ama bir vaqtda masalan Yevropadagi bir qism davlatlar davomli shu to'qimchilik mahsulotlarini eksport qilgan davlatlarning biri bo'lyotidi. Masalan Italiya. Bularning ko'pinchisi shu majburiy emgak bilan ishlangan mahsulotlar. Nurg'un cho'ng shirkatlarmi shu o'zining mahsulotlarini Xitoyga sotyotidi. Masalan Volkswagen mashinalar sotyotidi. Hugo Bossmo o'ziningki kiyim-kechaklarini nima qilyotidi. Xitoyda ishlangan mahsulotlarni sotyotidi. Texniklik jihatdan aytgan vaqtidami Xitoyningki shu kuzatish asboblari muhim bir tema bo'lyotidi. Amerika hukumatidan Xitoyningki shu texnikalik materiallarni kirgizishga qarshi harakatlar bo'lyotidi. Ama lekin elingan sonliq ma'lumotlar bizni andish qiladigan darajaga yetdi. Masalan Huawei'ninki bulut uçur saqlash texnikasi dunyoda 140 davlatlarda ishlatilyotidi. U yerda shaxsiy uçurlar shu Huawei'ninki bulut texnikasi saqlanyotidi. Bularda nurg'un shaxsiy uçurlar saqlangan. Bundan keyin Hikvision degan kamera ishlaydigan shirkatlarmi Xitoyda shu Uyg'urlarni kontrol qilishga, shu lagerlarni kuzatishga ishlatilayotgan kameralar hatto shu Yevropagacha kengayib, Yevropa davlatlarida ishlatilyotidi. Shunga Yevropadagi davlatlar Xitoyning shu texnikalarni ishlatishni to'xtatish kerak. Siz o'ylab beqing, masalan, siz davomli shu Hikvisionning kameralar bilan kuzatib tursangiz, sizningki qilayotgan harakatlaringiz, ko'z qarashlaringiz davomli kuzatilib tursa, sizning shaxsiyatingiz boshqalar tomonidan kontrol qilinsa, agar siz buni nisbatan jiddiy bir nima harakat qilmasangiz, siz o'zingizning shaxsiyatini, erkinligingizni, kunlik turmushingizdagi shaxsiyatingizni yo'qotishingiz mumkin. Masalan, Afrikadagi Uganda davlati prezident qarshi tarafdagi partiyaningki nimasiga qarshiligiga uchirdi. Chunki u Huawei Huawei'ningki mahsulotlarini ishlatilishini to'xtatishni talab qildi. Ammo ular darhol to'xtamnoma qilib, damlarda Xonjo'ga olib tarbiyalab berdi. Bu bir qabul qilmaydigan ish. Unga qarshi turilish kerak. Mesela devlet alqıgan besimmi bizde bağlan sıra işiyotidir. Mesela men şunun bir qurboni. Men 2014 yılına yaqin ailemdekiler bilan ko'rishaman. Dadam yaqinda tugab ketdi. Yaqinda biz Yevropada shu
saqchi punktlarininki Yevropada mavjud ekanligi to'g'riliq xabarlar o'tirg'a chiqishga bo'ldi. Bu yerda bu davlatninki huquqiy daxli tirz qilganlik bilan barobar shunga Yevropadagi davlatlar mushundaq ishlarning yuz berishidan oldin olish kerak. Mayli har qanday tadbir qo'llanishdan qat'iy nazar bular to'xtalish kerak. Amerikada mushundaq ish qilgan bir qancha shaxsiylarga qarata jazo harakati olib berildi. Yevropada mushundaq qilishni talab qilaman. Men gapimni bu yerda to'xtatay, qolganini savol-javob qismida baramlashaylik. Nudi Türkiye'nin o'xshamagan nuqtalardan bergan doktorlarga ko'p rahmat. Endi Yevropa Parlamentining a'zosi David Lega efendini so'zga taklif qilaman. O Yevropa Parlamentininki tashqi davlatlarninki ta'siriga taqobil turish guruhininki koordinatorisi. Bu yerda manlarni ko'rganimlardan ko'p rahmat, ko'p xush bo'ldim. Men nimaga siyosatkorlashdan burun tanarkatchi edim, ya'ni so'zlikchi edim. Endi mening siyosat bilan siyosatga aralashishimning bir sababi ovozini anglatolmayotgan xalqlarga ovozini anglatishni umid qilgan. Shunga men eng oldi bilan bolalarninki, ya'ni ajiz guruhlarning ovozi bo'lish uchun siyosatga aralashdim desam bo'ladi. Men Xitoyning ahvoliga uzundan beri masalan diqqat qilib kelyapman. Masalan, geopolitik, bexatarlik, savdo va iqtisodiy jihatlardan. Albatta, undan boshqa kishilik huquq ahvoli, masalan, Hong Kongdagi, Shanghay'dagi, Tibetdagi guruhmi, Xinjiangdagi kishilik huquq masalasiga diqqat qilib kelyapman. Men Yevropa parlamentidagi o'xshamagan partiyalarning Uyg'ur guruhi, Uyg'ur do'st guruhininki raisi bo'lganligimdan faxrlanaman. Men Uyg'ur xalqining huquqiy demokratiyasi uchun harakat qilgan bu bir guruh. Bugün biz do'st guruhininki ochiq nimasini boshlaymiz. Hammanglar qatnashish bugun kechda bo'ladi. Hammanglar qatnashishni chaqiramiz. Albatta bu guruhning xizmatlari ayta burili boshlandi. Uyg'ur do'st guruhi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi xizmat qilib ketdi. 6-oyda parlament Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va irqiy bargan jinoyati va irqiy qirg'inchilikning xatari ustida qaror loyihasini ko'tarib chiqdi. Bu bizning birga xizmat qilganda nimani erishadiganligimizni ko'rsatib beradi. Biz cho'qim o'xshamagan partiyalar, o'xshamagan siyosatchilar bir yerga kelib, birga xizmat qilishimiz kerak. Birlikda biz nurg'un natijalarni qo'lga keltira olamiz. Biz o'xshamagan nuqtalardan o'zimizning tajribalarini birlikda o'rtoqlashaylik. Men sizlar bilan birga bundan keyingi muzokaralarga qiziqaman. Kingsnick. Kingsnick mi? Ha? Kingsnick. Bu nereden aldınız bunu? Sizga aytib beramiz.
Kim evetti onu? Buni kim u? G'ayur bergan. Lekin ba'zi odamlarning bor, ba'zi odamlarning yo'q. To'xtaman sizga transfer qilib beray. Ramke hazır. Nikno Ramke. Nishni yo'q. Ha? Nishni yo'q. Gayri evetmedi mi? G'ayur. Bana evetmedi ondan sonra. Unutqapman mana degan chans. Abdishkil. Sizlar uyg'urchani inglizcha qilayotgandan buni faqat inglizchani uyg'urchadan bor. Yok hazır. Hozir yo'q. Başka temalarni menaki yenimdeki dostlarım allaqachon so'zlab qoldi. Shunga men shu o'zimga munosabatli qismiga markazlashtiraman. Bugungi dunyoda pul eng kuchli bir narsa, bu to'g'riliq. Munozirashning hojati yo'q. Agar kim pulni kontrol qilsa, savdoni kontrol qildi. Agar siz kuchga qaraydigan bo'lsangiz, pulning o'zi ma'lum bir turli kuch, shundaqla savdo bir narsalarni kontrol qiladi. Bu nima uchun muhim? Chunki bu savdo ma'lum bir jihatni aytgan vaqtida moral bir narsa. Biz bu nuqtani aytganda savdoniki qaysi yo'nalishga yo'nalishni mengishi ma'lum jihatdan turib bo'ldi. Bo'libmi shu ommaviy bozordagi savdoga nisbatan aytgan vaqtida ma'lum bir inovat yoki xalqqa bo'lgan mas'uliyat muhim o'rinda turdi. Şun sodada ularga nima qilganlar, mablag' solganlar u sodning qaysi yo'nalishga menishiga nihoyat qiziqdi. Meni demoqchi bo'lganim, soda ma'lum jihatda aytgan vaqtida nihoyat bir ojiz bir narsa. Shunga sodaniki ma'lum bir yo'nalishga menish maqsadli ularninki harakati bilan munosabatli bo'ldi. Shunga masalan Amerikaniki shu pul amgidan qo'g'dash qonuni masalan shularninki orasidagi bir qancha misollar. Soda masalan ba'zi ma'lum nuqtalarda aytgan vaqtida dunyodagi insonlarninki daxl taruz qilish bilan munosabatli narsalar bilan munosabati bor.
Xitoy ma'lum bir nuqtada aytgan vaqtida shu xalqninki turmushini yaxshilashga ma'lum darajada mas'ul. Shuning uchun ular ma'lum jihatda aytgan vaqtida shu dunyodagi savdo sohasida yaxshi nimalar bilan qilmayotidi. Niknama şu savdo jihatdagi savdo nuqtasidan ya'ni Xitoyga chiqimni oshirish orqali besim ishiltish to'g'risidagi ko'z qarashini o'tirib qo'yganligiga ko'pdan ko'p rahmat. Belkim bu yerda turayotgan qatnashchilarning savollari bo'lishi mumkin. Ya'ni oldimizdagi bir qancha yillarda bu masalani qanday qilib texmo yuqori keyingi bosqichga akilalaymiz. Amerika hükümeti Xitoyni irqiy qirg'inchilik o'tkazdi deb e'lon qildi. Kelly xonim, sizningcha Amerika hukumatininki amaliy harakati shu chiqargan qaroriga bo'ysundimi deb qarang. Menimcha unda qilamadi. Amerika hükümeti irqiy qirg'inchilik qilindi deb qarorni chiqargan vaqtda uning uchun ya'ni amaliy bir harakat qo'llanishimiz kerak bo'lishi natayin degandek bir mazmunda o'tirib qo'ygan edi. Ammo u cho'qim amaliy harakat qilish kerak. Davlat Katiplar ishxonasining odamlarning deyishining nima bo'lishidan qat'iy nazar irqiy qirg'inchilik qilib berilganda uningga harakat qo'llanish bir majburiyat. Bu qaror chiqargan vaqtda faqat savdo tashkilotlarida emas, balkim Amerika hukumatining ichki qismidanmi bu Aqsaroydan bo'lsin, bu qarorga nisbatan bir qarshilik mavjud edi. Gerçi Amerika'da mecburi emgak kanunu oturga koyulup, nurgun cihetten, iqtisadi cihetlerden besim yoki jazolar yurgizish yo'l qo'yilgan bo'lgan bilan yana shu shirkatlar yana Amerikadagi nurgun shirkatlarga mablag' silish shakli orqali davomli harakatlarni davomlashtirib kelyapti. Yani şu kapital bazardaki mablag' silishga bo'lgan cheklashni yoki jazoni yurgizish muhim bir keyingi qadam
bo'lishi kerak. Chunki nurg'un shirkatlar kapital bozoriga mablag' selish orqali o'zining hayotini davomlashtirdi yoki texmo kuchlanadi. Amerika Türkiye bu şirketler boğan siyaseti yeterlik umarım şu bunun hatta sizden teşkil standart. Biz birinci gün dünya uçtayken şu biz birinci gün dünya uçtayken Müşdak insanlar kartlagan cinayet kırmışlık kartla bütün dünya bu işte ancak ben söyleyeceğim ama bu işte adı 101 batıdı ve hazır bütün dünyadaki şu devletler bunun kartla yeterli iş kamayatıdı. Bizimki bunun kartla bu işler bu yere kırmışlık kartla kılgan işimiz nurgun işlerimizde bağlıgan nurgun yollarımızda. Avval bu işlerle biz kılıçtan beri biz şu halkalaşkan bir mütehassisler grupsi, tekşiriş grupsiniki müstakil doğan tekşiriş grupsi şu rayonda berip şu lagerlar kirip şu işlerni ko'rish kerak. Biz Xitoy qarshi qo'llangan jazolarni yurgizishimiz kerak. Xitoy bilan boshqa davlatlar orasidagi o'tkazish bir ish kelishimlarni bekor qilishimiz kerak. Alıp Xitoyning shu erkin siyosatida bo'lgan mushun qarshi harakatlar albatta yetarli emas. Shu sababdan Xitoy to'xtamayapti. Biz Amerika ittifoqida Xitoyga qarshi bir qancha nuqtalarni tanlaymiz. Masalan, Xitoy hukumat bilan birlashgan shirkatlarimiz va Xitoy hukumat amaldorlariga qarshi bo'lgan jazolashni ashlarni qilishimiz kerak. Va Xitoy hukumatiki shu Uyg'urlar qarshi erkinlik shu sistemini shu harakat to'g'ri buzishimiz kerak. Xitoylarniki Uyg'urlar qilayotgan shu vayronchilik erkinlik siyosatiga Xitoyning banklari yerlik hukumat banklari bunun qarshi yordam qilyotdi va biz Xitoyning banklariga bo'lgan shu jazoni o'tirib qo'yishimiz kerak. Xitoyniki shu yuqori texnik shirkatlarga bo'lgan nazoratni kuchaytirishimiz kerak. Bular Amerika ittifoqida undaq shirkatlarniki tijorat sodir qilishiga qarshi biz uni oldinishimiz kerak.
yana birisi şu devletler arasındaki şu Xitoyniki o'zining davlatidan atlab boshqa davlatlarga qartilgan qalam qarshi qilish, ularning ishiga aralashish, shu yerdagi jamoatning ishiga aralashish degandek ziyonkashlik ishlariga qarata biz nazoratni kuchaytirishimiz kerak. Mesela qaragan bo'lsak, yaqinda Ironda bo'layotgan xalqniki qo'zg'alish deymiz. Mush ishlarniki biz davomli bu ishlarni to'xtamay davomlashib, nurg'un xalqlarning o'lishi sababli unga vaqtida inkas qaytarish kerak. Mushlar ishlar haqida. Agar zarur bo'lganda biz Xitoy hukumat amaldorlaridan hokimiyatdan hech qanday undan qo'rqmasligimiz kerak. Ular tarafda zarur bo'lgan jazolarni yurgizishimiz kerak. Xitoy ko'pinki dunyo qarshi ularniki planlari qadamlari bor, biz ularni bilamiz va shuning qarta biz tayyor holatda va uni oldini olish holatda turishimiz kerak. Nek biz xalqarалық sud haqida gap qilib bizning qilgan ishlarimiz yetarli bo'ldi. Buning nisbatan ko'z qarashi qandoq buni so'zlagan bo'lsak. Biz bu vaqtda o'ylanganligimizning men toza ishonch qilmayman. Biz o'zimizning qilgan ishimizni yetarli bo'ldi deb o'ylamayman, ammo lekin men buni ta'tin ümidsizlanib ketmayman. Men bu to'g'riliq qaror chiqarishga hozircha baldur. Biz hozirgacha bir tanqidga bir narsaga uchrab baxmadik, ya'ni mas'uliyatsizlik qildinglar degandek. Ba'zilar bizdan keyin imkonimizni yaxshi deb bizni butun dunyodagi davlatlar bizni qarorimizni qabul qilib bir ish qilgan deb o'ylamayman. Nek ko'pdan ko'p rahmat. Biz şu bulutma Angliya hükümetininki aslında qarayonlarni qo'llanib bir harakat qilmagandan ümidsizlandik. Keyingi nuqtada ben hozirgacha bizga ilayotgan yoki bizning bu ishlarimizga foydasi bo'layotgan ishlar to'g'riliq to'xtalmoqchi. Biz qayerda ko'proq harakat qilyapmiz, qayerda siyosiy muhim nuqtada yo'tkilish bo'ldi. David, siz mush to'g'riliq biroz ko'z qarashlaringizni so'zlab baqsangiz. Menimcha biz qilishga tegishli ishlarimizni qildik, ammo bundan mijiq ishlarni qila olmaymiz. Biz Yevropada bağlançalık tabiiylam Rusya bilan Ukrayna o'rtasidagi urushga markazlashib qoldik. Menimcha texnik ko'p odamlar Xitoy, Rossiya, Iran o'rtasidagi o'xshashlarni ko'rishyapti, ular o'rtasidagi qanday hamkorlik borligini ko'rish kerak. Biz hamma davlatlarda davlat ichidagi strategiyani taraqqiy qildirib, undan keyin xalqaroliq yoki butun yer shari xarakterli strategiyaga aylantirish uchun yurish qilishimiz kerak. O'xshamagan davlatlarda o'xshamagan ideologiya va nishonlar bo'ladi.
biz tarix qaraydigan bo'lsak, Yapon bilan Germaniyadagi ideologiya o'xshamagan bo'lsa-mu, ammo lekin ular oxirgi nisbatan oxirgi mezgilda ularning qilgan ishlari o'xshash bo'ldi. Shunga biz mush irqiy qirg'inchilikni xalqaro nuqtai nazardan turib to'liq tushunishimiz kerak. Nuri, agar sendan o'xshash savolni o'tirib qo'ysam. Sen mushu hozirgi kirsisini to'xtatishga eng jiq foydasi bo'lgan bir ishki misolni o'tirib qo'ya olamsiz. Masalan, dunyodagi davlatlardagi siyosat jihatdan o'zgarish hosil qilgan bir necha. Masalan, mushu lager shohidlarninki bergan guvohliklarga oid foydali bir yo'ldoshga o'tkazishga foydasi bo'ldi. Kelli masalan mush jihatdan jiq bizga yordam qildi. Bizniki Washington turishliq Uyg'ur jamoatimiz shu o'xshamagan ishlarni chekishda nihoyatda muvaffaqiyatli ishlarni qilib chiqdi. Masalan, Uyg'urlar haqida chiqarilgan qarorlarninki elinishida Amerikadagi Uyg'ur jamoati shu parlamentdagi har bir a'zolarninki bir-birlab ziyorat qilib ahvollarni anglatdi. Amerikaning sirtidagi shu Uyg'ur jamoatidami shunga o'xshash ishlarni qilishni tavsiya qilaman. Ya'ni shu parlament a'zolari, masalan, siyosiy yo'llar bilan uchrashish qatorliq ishlarda amaliy ishlarni qilishni tavsiya qilaman. Shu Uyg'ur qonunininki nim qilishdimi, ma'qullanishdi Uyg'urlarninki nimasi nihoyatda kuchli bo'ldi qo'llashi. Shu Uyg'ur davosida shu yerliklarninki Uyg'ur davosini tushunishmi nihoyatda muhim. Shu yerlik tashkilotlarninki masalan Uyg'ur ahvolini tushunishi nihoyatda muhim o'rinda turdi. Xalqqa shu Uyg'ur davosini tushuntirish, masalan, universitetlarda muhokama xarakterli shug'ullarni o'tkazish qatorliq ishlar nihoyatda muhim o'rinda turdi. Men ma'lum jihatdan aytgan savdo sohasida ish qilaman. Masalan, shu iqtisodiy jihatdagi shirkatlarninki ishlari bilan aloqada bo'laman. Masalan, shirkatlarninki shu iste'molchilarning oldidagi obrazniki qanday bo'lishi nihoyatda muhim o'ynaydi. Biz shu irqiy qirg'inchilik, olimpiyna irqiy qirg'inchilik munosabatlik faoliyatlar jarayonida bizning qilgan ishlarimiz, ya'ni shu qirg'inchilik olimpika haqidagi qilgan faoliyatlarimiz natijasini ko'rsatdi. Masalan, shu Amerikaninki voleybol klublarninki ustiga qilgan ishlar natijani ko'rsatdi. Yaqında Hong Kongda ilib berilgan shu banklarning yig'inida nurg'un odamlar nomus qilib yig'in berib qatnashmadi. Kelly xonim, sizningcha Xitoyning eng og'ritadigan narsa nima? Sizning ko'z qarashingiz bo'yicha aytgan vaqtida.
Мәсәлән, biz Uyg'ur qul əməyini saqlanış qanunu qaraydigan bolsaq, şu irqiy qirg'inchilikni qo'llayotgan iqtisodiy qurilma şu qonunning ma'qullashida Uyg'ur xalqininki şu Uyg'ur jamoatchidan ko'rsatgan narsani aytdi. Ko'rinarli bo'ldi. Bu ilib bo'lgan xizmatlarninki ko'pinchalarda bir iqtisodiy yordam, bir narsalar bo'lmadi, hammasi ixtiyorlik asosida ilib berilayotgan faoliyatlar. Sizlarninki jamoatchilik nihoyatda cho'ng bir jamoatchilik emas. Ammo sizlar shu hech qanday yordam bo'lmagan sharoitda nurg'un natijalarni yaratganlar nihoyat hayron qolarli bir ish. Şu Avropada bo'lsin, dunyoning boshqa joylarda bo'lsin, elib berilayotgan iqtisodiy şu faoliyatlarninki yoki iqtisodiy munosabatlarning ko'pinchalarida inson haqlarining ma'lum bir elementlari bor. Biz hozirgi kelib qilgan ishlarning ko'pinchisi oson qiladigan ishlar ko'pinchalar, ammo oldimizda yana undan og'ir qilish test bo'lgan ishlar bor. Masalan, shu iqtisodiy jihatdagi cho'ng shirkatlarga olib boradigan bir qism narsalarda bir qism qiyinchiliklar bo'ladi. Nurg'un ishlar ba'zan vaqtlarda shu odamlar ko'rinib turgan so'rinlarda emas, balkim oq ko'rinishlarda ilib berildi. Rahmat Kelly xonim. Nika bende muşundan muşu oxşamarlıklarının içinde muşu xeridarlarının yani xeridarlarının nemisini qozg'ash idisini qozg'ash buni qandaq yaxshi ilib borg'ili bo'ladi. Aslında bir şirketni misal alsak, şu şirketning chiqargan narsasini hatta o'shan hujum qilish, andan keyin hatta uni sudga tortib chiqish unumli bo'ladi. Şirketler chiroyli so'zlaydi, lekin ular chiroyli harakatlarni qilmaydi.
Mesela ben bildiğim böyle bu şirketler mesela çoğun gruplar mı mesela biz bunda kılışımız gerek onda kılışımız diyen bilen olay hakiki emeli bir işlerini kavanda naytım o kişinin hayran kalkacak derecede mesela meblağ sağlan oraları kalsak naytım hayran kalış işimiz mümkün. Mesela başka hoşlanmagan noktalardan Xitay hükümetiga besim işletişler mesela internet halkaralık emgek teşkilatının ki meselesinde yine başka yine teşkilatların buluşu mümkün biz yeterlik çalışçılık göstermedik mi ya ki biz kılışık tegişlik ama işlerini oturup koyduk. Birleşen Dövüşler Teşkilatı'nın diğer vaktimizde göz aldığımız herkese kengişi yoki çoğun meselelerini dünyanın mesela devlet rehberlerinin sözlerini göz aldığımız geldi ama onun keyinde toxtamay kılınıvatkan getiziyeli kişilik bilindiğin nurgun işlerinin varlığını kişiler bilmeydi. Xitay hükümetigacha barliq vositalarni ishlatib boshqa davlatlarni setivilish yoki qoyil qilish orqali o'zining manfaati uchun xizmat qildirsinmi? Qiladi albatta Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga nurg'un organlarda Xitoyniki o'ziga foydali bo'lgan muhim nuqtalari bor. Yani bazı abiyem tepkilik bazı organlarda çoğun devlet mesela Xitoyniki boshqa davlatlarni majburlab yoki ularni qo'rqitib besim ishlatish orqali o'zining manfaati uchun xizmat qildirishga majburlamaydigan ahvollarmi bor? Masalan, Qizil Kriz jamiyatini misolga olsak, ular masalan muhim vazifasidan birisi qiyinchilik bo'layotgan yoki o'rinlarga berish. Chunki ular faqat urush bo'layotgan joylarga cheklanib qolmagan amaliyotda. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining sistemasini yaxshi tushunish kerak. Ko'p
tizcanlıqni sarf qilib, az natijaga erishishning o'rniga ularni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sistemasini yaxshi tushunish, uning ichidan qilishga bo'ladigan fursatlardan foydalanish kerak deb qarayman. Menimcha Uyg'ur majburiy emgak qonunini cheklash qonuni yetarli emas. Çünkü bu kanun fakat bir rayonga merkezleşken, yani bütün Xitay devletiga umumyüzlük merkezleşmegen. Gerçi başka devletlerge, mesela Vietnam ya Hindistan diye yerlerge yetkilgen bilen bazı şirketlerinin aldığı meslekleri. Xitayda kişilerin yaşananlarının sani nispeti köpeyip gitmekte. Covid sebebini ularning iqtisodini chekinmay qarab yuzlanmoqda. Ba'zi qonunlar yetarli nazorat qilish kuchiga ega emas. Biz şu qonunlarni icra qiladigan o'rinlarninki kuchini oshirishimiz kerak. Mesela misal alsak, mesela Amerika'da şu qonunni icra qiladigan 16 bo'lsa, endi bular 300 ga oshirmoqchi bo'lyapti. Mening mush bir necha yildagi Yevropadagilar bilan ko'rish jarayonida his qilganim savdo munosabati bilan kishilik huquqni ayirib qarash. Lekin menimcha bu ikkisini ayirib qarashga bo'lmaydi, bir-biriga zich munosabatlik. Xitay hükümetiga bu ishkilisi muhim qaraldi, yani ishkilisini muhim o'ringa qo'ydi. Şu Avrupa devletlerindeki şu özellikler karşıda mesuliyetini şöyle şirketler şuna kandak bir karşılığımız var. Şu Avrupa'daki kısım devlet organları hükümetler karşıda ularınki mesuliyetini, şu Uygur yarışmalarına karşı olan mesuliyetini sürüştürüşte sizden kandak çıkarımız var. Biz şu bir işler başlaştırmadan özara şu demokratik yerde özara birbirisinden boğan küçüklerini zörü boğan küçüklerini özara almak düşünmemiz birbirimizden namkalık edip verişimiz gerek.
Mesela Tayvan'daki şu Radikal zihinde kadınlar hücum azaltış için ve Rusya'nınki şu demokratlarınki siyasi tasarruf kılıştığın algılanışımız gerek. Sizler şu yeteşte kalan Uygur Suat'ı bulgan Pakistan toplap şu ahire şu Uygurlar'daki şu atkan şu ilk kırmışlıkını onunki neticesini halkadan köşetanlar biz bunun köp ilan aldık. Ben işimi Birleşik Milletler Teşkilatı'nı aslında şu reklamlarını okuduğum koyayım. Güzel demiş şu birkaç noktalardan, raylardan özümüzün hareketini devam ettirmemize koyayım. Mesela Belirteninki şu Xitay'ın batkan için kartta bulanın mesuliyeti söyleşmemiz gerek. Mesela Dünya Bankası'ndayız. Biz müşindak birlikte olacak müşindak organlar kartta biz ularga bir to'g'ri bo'lgan ciddi şekilde bir usullarını maslahatlarını verishimiz gerek. Mesela şu Çarpıktan Durbatkan, Xitaylardan şu Uygur'un mecburen karşı Müslüman usullarını ularga getirişimiz gerek. Ve mesela Angliya hükümetinki şu Xitay'dan katkan Uygurlar kılık Uygurların mecbur emlikar kılık katkan şu mallarınki tekşişke bu mallarınki şu Angliya Territory Secretion'ın aldığını ilişkide muşmuklarını biz çalıştık köprek alışımız gerek. Ve şu soda ticaret katkan urunlardayız ve şu ticaretin fayda atan şirketler ve firmalarda şu mecbur kılan yetmezliğindeki şu belki bağlanışlıkını devamlı almışız gerek. Allah'a kötü rahmet. Pensiyaga chiqsa xuddi. Ya ba'zilar neslida tarjima qilmoq yomon tasga man nishning so'da to'g'riliq qilgan narsa men tushunmadim deb o'tgandim. Ha? Yomon kasbi gap qilgan. Ahmetli sözeki evet. Group picture'dan. Group picture. Group picture bana telefon. Siz kurtarın. Evet, iftiharına gitti. İftiharga yüzü kirib aladi. Evet, şu belli. Aşağı Allah çıkıyor. Selfie olsa ekan siz.